Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga kontrafakt mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Bugungi mahsulotimiz ko'pchiligimiz uy yumushlarida foydalanadigan, ya'ni idishlarni tozalashda foydalanadigan tozalash vositalari. Masalan, ushbu mahsulotimiz uning tasviri, GRAS, Azelit degan yozuvlari O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk obyekti sifatida muhofazaga olingan. Lekin ushbu mahsulotimizning kontrafakt nusxalari, ya'ni soxtalari bozorlarimizda ko'plab uchramoqda. Masalan, ushbu mahsulotimiz original mahsulot kabi ko'rinishda ishlab chiqarilgan bo'lib, uning azelit hamda uning tasviri, qozon tasviri original mahsulotga o'xshatishga harakat qilingan. Lekin ushbu mahsulotimizning sifati belgilangan talablarga javob bermaydi. Shuning uchun ushbu mahsulot kontrafakt mahsulot hisoblanadi. Ushbu kabi kontrafakt mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirganlik, ishlab chiqarganlik hamda sotganlik uchun belgilangan tartibda qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Hurmatli fuqarolar, sizlardan bozorlardan, do'konlardan mahsulotlarni sotib olishda mahsulotning originalligi hamda kontrafaktligiga e'tiborli bo'lishingizni so'raymiz.